Ushbu amaliy darsimiz Gitda remote serverlar bilan ishlashga bag'ishlangan va ishimizni remote serverga ulanish uchun kerak bo'ladigan SSH kalitni yaratib olishdan boshlaymiz. Yaratilgan kalitli juftligini public qismidan nusxa olamiz. Ushbu kalitimizni o'zimizni github.com saytidagi profilimizga qo'shib olish uchun profilimizni setting menyusiga o'tamiz va u joydan SSH keys bandini tanlaymiz. Ko'rishimiz mumkinki, bizda eski oldingi qo'shilgan kalitlarimiz ro'yxati turadi. Add new key buttonini bosish bilan yangi kalit qo'shishimiz mumkin. Kerakli title'ni kiritamiz hamda key qismiga ko'chirib nusxa olgan kalitimizni joylashtiramiz va shundan keyin add SSH key buttonini bosamiz. Bizani yangi kalitimiz ushbu profilga qo'shildi. github.com ga SSH connection'ni tekshirib olish uchun SSH buyrug'idan foydalanishimiz mumkin. Ko'rishimiz mumkinki, bizani GitHub'dagi username'imizni chiqarib berdi. Bu degani demak to'g'ri ulandi. Serverda Gitni talab etilgan konfiguratsiyalarini o'rnatib olganimizdan keyin local repository uchun folder yaratib olamiz va ushbu folderning ichiga kirib repository initsializatsiya qilib olamiz. Endi xuddi shu repozitoriyni remote serverda yaratamiz. Buning uchun profilimizda yangi repository qo'shish bandiga o'tamiz. Repozitoriyaga nom berib create repository buttonini bosamiz. github.com bizga remote repozitoriyaga bog'lanishimiz uchun ikki xil URL berdi, ya'ni HTTPS hamda SSH. Biz SSH kalitni sozlab olganimiz uchun SSH connection'dan foydalanamiz. Komandani to'liq ko'chirib olishimiz mumkin. Va shu komandani o'zimizni local git repozitoriyaga borib run qiladigan bo'lsak, bizga ushbu remote serverni origin nomi bilan qo'shib berdi. Local repozitoriyda bironta commit yaratib, uni remote'ga yuborishni ko'rib chiqish uchun bitta yangi fayl ochamiz va unga new line degan content yozib olamiz. Git status komandasi orqali ko'rishimiz mumkin, bizda o'zgarish bor va ushbu o'zgarishni endi staged areaga git add komandasi yordamida o'tkazamiz hamda yangi commit yaratamiz. Yaratilgan commitni remote repozitoriyaga yuborish uchun git push komandasidan foydalanamiz. Buning uchun git push komandasiga qaysi remote'ga yuborayotganimizni hamda qaysi branchga commitlarni yuborayotganimizni ko'rsatamiz. Pageni update qilganimizda ko'rishimiz mumkinki, bizda content paydo bo'ldi. Faylni tarkibini ko'radigan bo'lsak, o'zimizni shu local repozitoriyda qo'shgan faylimiz. Remote serverdagi commitlar listini ham ochib tekshirib ko'rishimiz mumkin. Remote serverdan local serverga commitlarni tortib olishni mashq qilish uchun remote serverning o'zida yangi commit yaratib olamiz. Bu commitimiz faqatgina remote serverni o'zida mavjud bo'ladi va local serverda bu bo'lmaydi. Ya'ni bu bilan boshqa bir developer push qilgan commitni o'zimizga localga tortib olamiz deb hisoblashimiz mumkin. Local repozitoriyadagi branchlarimiz ro'yxatini ko'radigan bo'lsak, bizda faqatgina master branch bor. Agar bu komandaga -a optionini qo'shadigan bo'lsak, remote tracking branchlarni ham ko'rishimiz mumkin. Bu branch bizga remote'dagi branchni ifodalab beradi. Endi remote'dagi biz yangi yaratgan commitimizni tortib olish uchun git pull komandasidan foydalanamiz. ls komandasini run qiladigan bo'lsak, ko'rishimiz mumkinki, remote'da yaratilgan fayl bizga yetib keldi. Git log komandasi orqali bo'lsa, yangi commitimiz local repozitoriyaga tushganini ham ko'rishimiz mumkin. Endi o'zgarishlar git pull komandasi orqali emas, git fetch komandasi orqali olinishini ham tekshirish uchun remote repozitoriyada yana bitta commit yaratib olamiz. Bor faylga kelinglar yangi line qo'shamiz va ushbu o'zgarishni commit qilamiz. Qaytaraman, bu o'zgarish faqatgina remote repozitoriyada amalga oshirilyapti. Localda bu o'zgarish ko'rinmaydi agar biz uni tortib olmasak. Local repozitoriyadagi holatni agar ko'radigan bo'lsak, u joyda ikkita faylimiz bor va remote fayl contentini ko'radigan bo'lsak, oxirgi remote serverda qilgan changelarimiz hozir bu joyda yo'q. Commitlar listini ham ko'rsak, oxirgi commit hali ko'rinmadi. Endi git fetch komandasini run qiladigan bo'lsak, outputdan ko'rishimiz mumkinki, changelarni olib keldi. Ya'ni o'ziga remote'dagi changelarni e'tibor beramiz.
remote tracking branchlariga olib keldi va o'sha remote tracking branchi gitlog komandasidan o'chib qolganini ko'rishimiz mumkin. Chunki u keyingi commitga o'tdi va master branch bu commitni hali bilmaydi. Git checkout komandasi orqali o'sha remote tracking branchga o'tib olishimiz mumkin va ko'rishimiz mumkinki, bu yerda headimiz detached bo'lib qoladi. Gitlog komandasini run qilish bilan biz yangi commitni ko'ramiz, faqat u commit remote tracking branchidagina ko'rinib turibdi. Qaytib master branchga o'tamiz va ushbu remote tracking branchini o'zimizga merge qilib olamiz. Merge qilib olganimizdan keyin agar faylni kontentini ko'radigan bo'lsak, yangi o'zgarish keldi. Gitlog komandasini outputida ham ko'rishimiz mumkin. Master branchini pointeri eng oxirgi commitga yetib bordi.